Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga duxovkada tovuqli taom tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi tovuq go'shti 1,5 kilogramm. Uyda tuz, ziravorlardan solib, 2 dona chesnokni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Ozgina mayonez solib, yaxshilab aralashtirib 20 minutga marinovka qilib qo'yamiz. Shu orada kartoshkalarimizni archib tozalab, unga ham tuz, ziravorlardan sepib olamiz va ozginchagina mayonez qo'shdim. Ozginchagina mayonez qo'shib, uni ham yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Aralashtirib bo'lganimizdan so'ng duxovka listiga solamiz. Kartoshkalarimizni bir dona bolgarskini qirqib qo'ydim. Tovuq go'shtlarini joylashtirib oldim. Endi pomidorni archib oldim. Har joyiga qo'yib oldim. Pomidorni qirg'ichdan chiqarib solsa ham bo'ladi. Ozgina masla ham soldim. Masla ta'm beradi. Sushni bo'lib chiqishiga ta'm beradi. Hozir yog' solmaganligimiz uchun masla yog' soldim. Endi folga qog'ozini ustiga yopib olamiz. Duxovkamizni qizdirib qo'yamiz. 200 gradusda yarim soat, 1 soatlarda pishib tayyor bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek retseptimiz tayyor. Yoqqan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmangizlar. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha